O'zbek boy odamlarni barcha xaridlarni o'rganib chiqdim. Ya'ni ularni uydan tortib, uni mashina, kiyim, telefon va boshqa xarajatlarigacha. Va bugun siz bilan xudo xolasa boy odamlar nimaga pul sarflaydi va kambag'al odamlar nimaga pul sarflashini aniqlab olamiz. Bu videodagi ma'lumotlar shunchaki internetdan olinmagan. Bizning o'zimizning tadbirkorlik klubimiz bor va u yerda 50 tadan oshiq yaxshi pul topadigan tadbirkorlar bor va ular bilan gaplashib, ularni harakatlarini yillar davomida kuzatib, men o'zim xulosalarimga keldi va o'sha xulosalar bilan siz bilan bo'lishaman. Ya'ni biz top 5 ta narsani belgilab chiqdik va o'sha belgilar orqali siz aniqlay olasiz, siz to'g'ri yo'ldamisiz va to'g'ri narsaga o'zi pul sarflayapsizmi va boy bo'lmoqchi bo'lsangiz, qayerda siz pul tejashingiz kerak va qayerda esa yaxshiroq, ko'proq pul tikishingiz kerak. Videoni boshlashdan oldin bir zo'r xabarim bor. Asoschilik klubiga qo'shilishga shu kungacha pulli bo'lib kelgan, lekin mana shu videoda biz zo'r taklif o'ylab topganmiz. Endi asoschilik klubiga siz bepulga grant asosida qo'shilishingiz mumkin. Ya'ni o'sha loyiq tadbirkorlarni biz grant asosida qabul qilamiz. 3 ta bepul o'rinimiz bor. Ya'ni grantda qatnashish qoidalari hammasi shu videoning oxirida bo'ladi. Ungacha siz videoni tomosha qiling. Misol uchun klubimizda bitta tadbirkor akamiz bor va ular yirik tadbirkorlik, ikkita bizneslari bor. Misol uchun bitta ishlab chiqarish bizneslarida оборудование yer mulkni o'zi bir necha million dollar turadi. Yaxshi pul topadilar, bizneslar foydada, lekin bunga qaramasdan ularda shaxsiy mashinalari yo'q. Ko'pincha metroda yoki taksida yuradilar. Pullari yo'qdir deb o'ylashingiz mumkin, hamma pul оборотda deyishingiz mumkin. Yo'q, lekin ular misol uchun 25-yilning o'zida bilishim bo'yicha ko'chmas pulga bitta yaxshi sport kari pulini tikib yordilar. O'sha sarflagan pullariga zo'r 2-3 ta mashina osilib bo'lardi. Savol tug'ilishi mumkin, nega o'zi misol uchun ko'chmas mulkka pul tikyaptilar, lekin hamma oladigan narsalarga, misol uchun mashinaga va hokazo, bunga esa pul sarflamayaptilar. O'zi bu faqat bu akamizni holatlarida ko'riladigan narsa emas, boshqa holatlarda ham shunga o'xshash keyslar juda ham ko'p va bugun xudo xolasa biz bilan mana shu narsaga javob topamiz. Ya'ni nega tadbirkorlar aynan ba'zi narsalarga ko'p pul sarflashadi, boshqa narsalarga esa umuman pul sarflashmaydi yoki tejashadi. Video boshlanishidan oldin bir narsaga kelishib olishimiz kerak. Bu video ko'proq fikrlash haqida. Misol uchun hozir tadbirkorlarning bir odatlarini aytamiz. U odatlarni siz tushunmasligingiz mumkin yoki ba'zi narsalarga ko'p pul sarflashi mumkin va bu sizga tushunarsiz tuyulishi mumkin. Lekin ular shunaqa fikrlaganligi uchun va shunaqa odatlarga ega bo'lganligi uchun hozirgi holatiga ular kelishgan. Bugungi men keltiradigan misollarda o'sha tadbirkorlar oldin o'zi puli yo'q bo'lgan, ular ham misol uchun oddiy holatdan, oddiy o'sha xodim bo'lib oylikka ishlab, shu fikrlashga ega bo'lganligi uchun hozirgi kunga kelgan. Shuning uchun agar qattiq sizga tushunarsiz bo'lsa, siz ko'proq mana shu o'zingizni fikrlashingizdagi bloklarni yechib, nega boy odamlar shunaqa fikrlayotgan ekan, nega boy odamlar mana shu narsaga aylanib pul sarflayotgan ekan deb bir o'ylab ko'rsangiz sizga foydali bo'ladi. Xo'p, bizning birinchi xaridlarimiz bu emotsional xaridlar. Men bir narsaga e'tibor berdim. Emotsional xaridlarga ko'pincha tadbirkorlar, ya'ni boy odamlar pul tikmaydi. Bu nima degani? Misol uchun oddiy rayon olsa bo'ladi. Yaxshi narsa olgisi keladi. Oxirgi iPhone bo'lsin, qimmatbaho kiyim bo'lsin yoki yaxshi mashina bo'lsin, olib birov siz o'sha mashinada, o'sha kiyimda, o'sha telefon ishlatayotganingizni ko'rsa, siz mazza qilishingiz mumkin. Ya'ni birovga yaxshiroq ko'rinish uchun siz mana shu narsalarni xarid qilishingiz mumkin va bir narsaga e'tibor berdim, boylar bunaqa qilishmas ekan. Siz aytishingiz mumkin, u boy bo'lganligi uchun endi birovlar nima u haqida o'ylashi muhim emas. Yo'q, menimcha bu naborot. Izначально, ya'ni boshidan ularga farqi yo'q bo'lgan va shuning uchun ular emotsional narsalarga pul sarflashmagan va shuning uchun ham ular boy bo'la olishgan. Ya'ni birlamchi nima? Boy bo'lishmi yoki noto'g'ri narsalarga pul sarflamaslikmi? Emotsional xaridlarga nimalarni kiritsak bo'ladi? O'sha birinchi aytganimizdek, bu birovlarga yoqish uchun olinadigan qanaqadir xaridlar yokida qanaqadir yangi hobbi o'zingizga kashf qilasiz yoki qanaqadir yangi narsa yoqib qoladi-ku, o'sha narsani xohlaganingiz uchun, lekin sizga kerak emas bo'lganligi uchun tez olib olishingizdan emotsional xaridlarga kiradigan bo'ladi. Misol uchun yangi gadjet chiqdi. Sizga hozir kerak emas. O'zingizni misol uchun gadjetingiz sizda aytaylik 15-iPhone 17-18 chiqdimi? Sizga hozir kerak emas, lekin rosa olgingiz kelyapti va pul yo'q bo'lsa ham olib borasiz. Ya'ni emotsiyada agar xarid qilayotgan bo'lsangiz, o'zingiz byudjetingizni hisoblamasdan emotsiyada xarid qilayotgan bo'lsangiz, demak, mana shu siz yeb qo'yasiz va uzoq muddat ko'p pullaringizni bu narsada yo'qotib qo'yasiz. Misol uchun bizning klubimizda bitta tadbirkor aka bor. Ularda оборот juda ham zo'r. Ular qurilish sohasida ishlaydilar. Bir kun ofislariga borsam, qarasam, o'sha parkovka, alohida o'zlarining parkovkalari bor. Zo'r mashina turibdi. Misol uchun hammasi inomarka va aytaylik, xodimlarning o'zi mana Dipal, BYD, Kia yaxshi mashinalarni haydashyapti. Lekin akaning o'zlari Gentra haydaydi. Qora Gentra o'zlariga endi qiladigan ishlarni qilganlar, lekin baribir oddiy Gentra, unaqa qimmat emas. Va deyarli o'sha turgan mashinalarning hammasi ularning mashinalaridan ko'ra yaxshiroq. Bitta so'rab ko'rdim, o'zi aka,
hamma xodimlar sizdan yaxshiroq haydayapti, sal uyatmasmi xodimlar sizdan ko'ra zo'rroq narsa agar minsa, yo'q menga farqi yo'q deganlar. Ya'ni menga mana shu yoqadi, men moshli umuman qiziqmayman. Ya'ni bu yerda ham biz emotsional xaridlarga qiziqish yo'lini ko'ryapmiz. Birovlar kimdir ulardan yaxshiroq yurishi ularga farqi yo'q bo'lyapti. Bizning ikkinchi turdagi xaridlarimiz esa qadrini oshiradigan narsalarga boy odamni ko'p pul tikar ekan. Ya'ni bu asosan men ko'rayotgan narsa yoki o'zini biznesi yoki ko'chmas mulk. Misol uchun biznesga siz aytaylik $10,000 tiksangiz, bu katta ehtimol bilan $20-30 ming ko'rinishida bir yilda qaytib kelishi mumkin. Yoki katta biznes bo'lsa 100 ming tiksangiz, 150 ming bo'lishi mumkin va hokazo. Ya'ni tikilayotgan pul ko'proq bo'lib qaytib kelyapti, kattaroq qiymatda qaytib kelyapti. Puli yo'q odamlarda esa nima ko'rganman? Ular asosan qadrini yo'qotadigan narsalarga tikishadi. Misol uchun ba'zi bir tanishlarim bor. Ular juda ko'p pul topmasa ham, lekin qimmat kiyim olishga harakat qiladi. Yoki qanaqadir o'sha oxirgi iPhone ni oladi va har yili o'sha asosan topgan pullari qimmat gadjetlarga ketadigan bo'ladi. Misol uchun, menimcha tushuntirishim shart emas. iPhone ni siz hozir oxirgi iPhone $1,700 bo'lsa, siz sotib olasiz va 1 yildan keyin yarim pulga sotib olasiz. Mayli, balki $1,000 ga sotib olasiz, lekin qadri yo'qotilyapti. Ya'ni bir 30-40% pul yo'qotyapsiz yiliga. To'g'ri narsaga tiksangiz esa, siz o'zingizni pullaringizni inflyatsiyadan himoyalaysiz. Va aytganimdek, o'sha metroda yuradigan tadbirkor akamiz, misol uchun, pullarni ko'chmas mulkka tikyaptilar. Bu nima degani? Misol uchun, bu tikilgan pullar 5 yildan keyin, 10 yildan keyin undan kattaroq bo'ladi. Ya'ni kattaroq qiymatda bu pullar qaytib keladi va bu pullar, misol uchun, siz tasavvur qiling, siz hozir $1,000 pul topdingiz. O'sha $1,000 agar buni ishlatmasangiz, inflyatsiya hisobiga keyingi yil bugungi $800 dek qiymatga ega bo'lib qoladi. Ya'ni qiymat yo'qoladi. Siz hozir $800 ga nima oladigan bo'lsangiz, keyingi yil siz $1,000 ga o'sha narsani sotib olasiz. Va siz xohlaysizki, o'sha topgan pullaringiz sizni bolalaringizga yetib qolishini. Siz doim ishlay olmaysiz-ku. Misol uchun 10 yildan keyin, 20 yildan keyin sizda bunaqa energiya bo'lmaydi. Siz hozir topayotgan pulingizni balki topa olmasdirsiz. Va bu yerda yagona yechim o'sha topgan $1,000 ertaga bolalaringizga $1,000 qiymatida, bugungi $1,000 qiymatida yetib borishni olasangiz, siz uni qiymati o'sadigan narsalarga pul tikishingiz kerak. Bu misol uchun ba'zi tadbirkorlar aksiyalarga pul tikadi. Bizda lekin klubimizda aksariyat bu biznesga yoki ko'chmas mulkka pul tikishadi. Va bu yaxshi, bu to'g'ri tanlov. Chunki siz topgan pullaringiz doim qiymatni yo'qotadigan narsalarga tikirsangiz, unda pullaringiz qolmaydi. Unda siz doim pul topib turishingiz kerak bo'ladi va qachondir ishlamay qo'ysangiz, sizni boqadigan pullar qolmaydi. 3-chi xaridlar turi bu bor puliga yoki qarzga nimadirni xarid qilish. Ya'ni puli yo'q odamlar ko'pincha mana misol uchun pul yig'dimi, bittada borib o'sha narsani ishlatib tashlaydi va bittada katta narsa olishi mumkin. Yoki-da aytaylik misol uchun bir narsaga pul yetmayotgan bo'lsa, o'shani qarzga olishi mumkin. Hozir bilasizlar, rassrochkalar juda ko'payib ketgan, yoki-da kreditlar juda ham ko'payib ketgan va moliyaviy savodxonlikka ega emas aholini shu katta qismi qarzga botib ketyapti. Misol uchun o'zini o'sha pulini boshqara olmayapti va qarzga olib qo'yib, keyin oyligini yarmisini shu kreditlarni yoki rassrochkalarni to'lab yurishibdi. Bu juda ham noto'g'ri narsa. Ya'ni bor puliga olyapti deganimda, misol uchun o'zini pulga olyapti-ku, bu yaxshi-ku deyishingiz mumkin. Yo'q, bu yerda boshqa qoida bor. Misol uchun, zo'r qoida ustozimizdan eshitganmiz. Puling bittada 2 marta sotib olishga yetganda, o'shanda bittasini olsang bo'ladi deyilgan. Misol uchun, bu holat qachon aytilgan, bu maslahat qachon aytilgan? Men bitta mashina sotib olmoqchi bo'lganman, va ustozim aytgan, "Qancha pul bor?" Menimcha, unda mashina oling deganlar. Chunki men rassrochka olmoqchi bo'lganman shu 4-5 yil oldin. Bu oddiyroq-ku deganman. To'g'ri, bu oddiyroq, lekin kattarog'iga hozir pulingiz yo'q-ku. Hozirgi sharoitingizga to'g'ri keladigan mashina oling. Keyin pulingiz o'sha siz xohlagan mashinani 2 tasini sotib olishga pul yetganda, o'shanda qimmatroq olsangiz bo'ladi deganlar. O'shandan keyin mana shu qoidani men ham o'zimga chiqarib oldim va rassrochkaga, qarzdorlikka narsalarni olmaslikka harakat qilaman. Boy odamlar rassrochkaga yoki kreditga narsani olmaydimi deb savol berishingiz mumkin. Yo'q, ular olishadi. Faqat nimalarni olishiga e'tibor bering. Ular ko'pincha ko'chmas mulkka, ya'ni investitsiya nazarda tutayotgan narsalarimizni ular ko'proq xarid qilishadi. Agar siz qadrini yo'qotadigan narsani olayotgan bo'lsangiz, sizda bu puldan ko'proq bo'lishi kerak. Ya'ni misol uchun 2 taga pulingiz yetsa, bitta olsangiz bo'ladi deyapman-ku. O'zi aslida bu formulani yana ham oshirsa bo'ladi. 5 ta mashinaga pulingiz yetsa, keyin bittasini oling. Va hokazo. Lekin agar siz bo'lib to'lashga kimdir olmoqchi bo'lsangiz, unda siz ham bo'lib to'laysiz, ham pulingiz yetmayapti, ham uni ketini uzganingizdan keyin, ya'ni qarzlaringizni uzganingizdan keyin yana sizda arzon narsa bo'lib qolgan bo'lsa, bu yerda logika yo'q. Ya'ni bu yerda nimani eslab qolishimiz kerak? Agar siz qiymatini yo'qotadigan narsani bo'lib to'lashga olayotgan bo'lsangiz, siz katta xato qilyapsiz. Qiymatini yo'qotadigan narsani pul ko'pligida olish kerak. Misol uchun, o'sha narsadan bir nechta ola oladigan bo'lsangiz, keyin bitta olsangiz bo'ladi.
To'rtinchi bizani xaridlar turimiz bu kayfiyatga tikiladigan pullar. Ya'ni buni ko'proq investitsiya desak to'g'ri bo'ladi. Boy odamlarda men nimani ko'rdim, bizani klubimizdagi akalarda, ular yaxshi kayfiyatda yurishi ularga muhim. Ya'ni, misol uchun kayfiyati yomon bo'lsa, odam yaxshi ishlay olmaydi, samaradorlik tushib ketadi. Shuning uchun ular yaxshiroq joyga kirib ovqatlanib chiqishi mumkin yoki sayohatga pul ayashmaydi, chunki sayohatdan keyin ular ko'p energiya bilan qaytishadi. Bu yerda savol berishingiz mumkin. Boshida birinchi bo'lib emotsional xaridlarni aytganidek, bu emotsional xaridlarga kirib ketmaydimi? Ya'ni bu o'zini emotsiyasiga pul tikmayaptimi? Yo'q, bu yerda muhim farqi bor. Kayfiyatga tikiladigan pullar juda muhim, ular energiya bilan to'ldiradi. Agar bu rostdan kayfiyatga tikilayotgan bo'lsa, birovga ko'rsatish uchun emas. Ya'ni siz kayfiyat uchun bitta yaxshi mashina olishingiz mumkin, sportkar olib, tez haydamoqchi bo'lishingiz mumkin. Lekin mana shu bitta no tarafi bor. Agar siz misol uchun buni faqat saharda hayda olasiz, hech qayerda Instagramda qo'ya olmaysiz, faqat shu hech kim ko'rmayotganda haydab baribir mazza qiladigan bo'lsangiz, demak bu 4-turdagi xarid va bu to'g'ri xarid. Lekin siz misol uchun bir narsani sotmoqchi bo'lsangiz va birovlarga ko'rsatish uchun buni sotmoqchi bo'lsangiz, bu yerda xato qilyapsiz. Ya'ni birovlarni ko'ndirish uchun siz pul sarflayotgan bo'lyapsiz. Ya'ni bu isrof bo'lib qoladi. Bundan tashqari eng yaqin odamingizga ham aytolmasdan tursangiz, mana shu narsani oldim, zo'r ekan deb aytishni xohlasangiz, bu ham katta ehtimol bilan birinchi turdagi noto'g'ri xaridlarga to'g'ri keladi. 4-turdagi xaridlar esa bu bizning energiyamizga bog'liq bo'lgan xaridlar. Ya'ni biz doim energiyada yurishga harakat qilamiz. Misol uchun zalga chiqamiz, qanaqadir batla sotib olamiz, vitaminli ichib yuramiz, o'zimizga qanaqadir o'xot qilamiz yokida yaxshi joyda soch oldiramiz. Va hokazo. Bu bilan nima demoqchiman? Siz ichingizda o'zi bitta yosh bola bor. Siz yoshligingizda bitta versiz va uni o'zini orzulari bo'lgan, orzu-havaslari bo'lgan, u katta bo'lib, yaxshi yashamoqchi bo'lgan. Siz agar o'zingizga qarab yurmasangiz, masalan, yaxshi ovqatlanib, o'sha dunyo bo'ylab sayohat qilib, o'zingizga yangi bilimlarni bermasdan yursangiz, bu nima desam, o'zingiz ichki meningiz sizga xafa bo'lib qoladi va energiya bo'lmaydi. U xafa bo'lib qolgandan keyin hech narsa qilgingiz kelmay qoladi. Motivatsiya olmaydi. Shuning uchun motivatsiya to'la bo'lib yurish uchun siz o'zingizni shunaqa qo'pol qilib aytganda xursand qilib yurishingiz kerak bo'ladi. Va bizning 5-turdagi xaridlarimiz bu to'g'ri xaridlar, bu bilimga bo'lgan investitsiyalar. Ya'ni boy odamlar nimani e'tibor berdim? Ular ko'pincha o'ziga pul tikishadi. O'ziga bo'lmasa komandasiga. Ya'ni bilim bu biznesda o'sish nuqtangiz. Agar siz nimadir tushunmayotgan bo'lsangiz, qaysi xatolaringizni bilmayotgan bo'lsangiz, siz katta ehtimol bilan ko'proq pul topa olmaysiz. Doim siz men zo'rman, aqlliman deb kibr yoqib olib, hamma narsani bilaman deb o'ylab yursangiz, yengillik qatdan kelsin. Siz allaqachon hamma narsani bilasiz. O'sha bilgan ma'lumotingiz bo'yicha hamma narsani qilib qo'ygansiz-ku, natija bermayapti. Demak, harakatlar balki noto'g'ridir. Tadbirkorlar shuni tushunishadi, o'zini kibrni sindirgan yoki izначально, ya'ni kibr yo'q odamlar bo'ladi ko'pincha. Ular men mana shuni bilmayman, mana shuni o'rganishim kerak deb yurishadi. Va shu narsani men puli yo'q odamlarda nimani sezganman? Ular ko'pincha tanqid qilishadi. Mana shu kurslarni, kitoblarni foyda berarmidi bu chiqib biznes trener o'zi nimani menga o'rgatyapti, o'zini biznesi bormi va hokazo shunaqa fikrlarga ega bo'lishadi. Yoki masalan biz biznes klub yuritamiz-ku, u yerda pul yaxshi topadigan tadbirkorlar yig'ilgan, lekin misol uchun puli yo'q odamlar qanaqa fikrga ko'pincha ega bo'ladi? Endi biz eshitganlarimiz, bu biznes klubga nima foyda bor? Bu yerga kirib menga nimani o'rgata olishadi? Men birovlar bilan gaplashib yurib nimani ham o'rganardim. Odatda buni kichkina tadbirkorlar, ya'ni xodim darajasida kam pul topadigan tadbirkorlardan shunaqa fikrlar eshitganman. Boy tadbirkorlar esa barcha yangi bilim uchun ochiq bo'lishadi. Va boshida aytib ketgan o'sha ko'p ko'chmas mulkka pul investitsiya qiladigan tadbirkor, unda zo'r fikrlash bor. Misol uchun ular tadbirga kelganlarida, men bitta yangi narsa olib ketsam bo'ladi deydilar. O'sha bitta yangi narsa oladilar, borib qo'llaydilar. O'sha zo'r bo'ladi. O'sha bitta narsa uchun men o'zi doim kelaman deydilar-da. O'sha kichkina bitta yangi narsa olsalar ham ularga rosa foydali. Qayerdadir o'sha trening nimadir bo'lsa, aksariyati tushunmasa, lekin bitta narsa tushunsalar, o'sha ularga yetarli ekan. Katta ehtimol bilan video davomida sizga bitta savol tug'ilishi mumkin. O'zi bu tadbirkorlarni biz qayerdan oldik? Ya'ni asoschilar klub deb ketyapman. O'zi bu klub nima? Nega bu yerda 60 ta tadbirkor birga yig'ilgan? Keling, men sizga tushuntirib beraman. Asoschilar klubi bu yopiq hamjamiyat. Bu yerda faqat tadbirkorlarni biz qabul qilamiz va faqat qaysidir daromadga chiqqan yirik tadbirkorlarni biz qabul qilib, ular bilan doimiy networking asosida biz rivojlanib boramiz. Ya'ni 4-5 xaridlar yaxshi deganman. Esingizda bo'lsa, ya'ni bilimga pul tikish kerak, hamda o'zingiz kayfiyatingizga, energiyangizga pul tikishingiz kerak. Va tadbirkorlar mana shu
shunaqa yopiq klublar orqali o'zini kayfiyatiga va bilimiga pul tikib yuradi. Klublarga borib, ular yangi nasl o'rganadi, har xil odamlar bilan gaplashib, ham fikrlar bilan gaplashib, nimasi bilan stressdan qutuladi, o'sha ko'proq gaplashib ulardan energiya oladi. Misol uchun bizda ko'p keyslar bor, tadbirkor qo'shilyapti, bitta kichkina razborning xatosini aytib beramiz va 1-2 oydan keyin o'sha yangi olgan bilimlarini qo'llayapti va 2 barobar ko'proq sof foydasini oshiryapti. Misol uchun bir ukamiz $7,000 topardi, bitta razbordan keyin u $14,000 topishni boshladi, chunki o'zini marketingida va pozitsiyasida ba'zi narsalarni o'zgartirgan. Yoki bizda boshqa holatlar bo'lgan. Bizda body razborlar ham bo'ladi, ya'ni mini kichkina guruhlar bo'ladi. O'shda bitta tadbirkor akamiz kelib, razbor bo'lganlardan keyin yaxshi energiya olganlar va borib bitta savdoga kirib chiqib, katta сделка urib chiqqanlar. Ya'ni bitta сделкаning o'zida bir necha oylik sof foydalarni urib chiqqanlar. Xo'p, siz klublar haqida o'zi oldin eshitib kelgansiz katta ehtimol bilan, lekin shu kungacha hali qo'shilmagan bo'lsangiz, siz katta ehtimol bilan demak o'ylab yuribsiz. O'zi klub qanaqa bo'ladi, qo'shilsam yaxshimi, yomonmi, men foyda ola olamanmi va bu yerga qo'shish uchun, ya'ni bu pullik-ku, misol uchun asoschi klubga qo'shilish $2,000. Shu bir martalik to'lov. Faqat mana shu summani to'lagan odamlar keyin qo'shiladi. Va o'ylab yurgan bo'lsangiz, sizga bitta zo'r imkoniyat bor. Mana shuni biz e'lon qilish uchun o'zi aslida video yozamiz. $2,000 biz qo'shilish narxini bepulga qilib beramiz. Buni faqat grant ko'rinishida qo'yamiz. Ya'ni universitetlarda grantlar qanaqa bo'ladi? Eng aqlli, eng loyiq studentga o'qishni bepulga berishadi. Biz ham eng loyiq, eng aqlli tadbirkorga mana shu grantni bepulga bermoqchimiz. Ya'ni mana shu yerda havola bo'ladi. O'shanga bosib ariza topshiringiz bo'ladi. O'z haqingizda barcha ma'lumotlarni kiritasiz va bizda kichkina test bo'ladi. O'sha testda biznes haqidagi siz bilimlaringizni tekshiramiz va eng zo'r o'sha testdan o'tgan, keyin eng zo'r ma'lumotlarni to'ldirgan o'sha tadbirkorga biz qo'shilish narxini o'sha $0 qilib, ularni bepulga qo'shamiz. Bundan oldin bunaqa narsa qilmaganmiz. Bundan oldingi tadbirkorlar barchasi pul to'lab keyin klubga qo'shilishgan. O'shaning uchun zo'r imkoniyat, albatta foydalanish kerak va yaxshi tadbirkorlarning krugida o'z ustida ishlab rivojlanib, ko'proq pul topib keta olasiz. Videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Xudo xolasa, asoschilar klubida ko'rishguncha.